Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bir To'raqo'rg'onga keldik. Hayvonot bog'ida ajoyib narsalar bor ekan. Mana qaranglar, chiroyliligini mana. Kuzatib boringlar do'stlar, davom etamiz. Mana chiroyli. Aka, qalay ishlar bo'lyaptimi? Nimaga? Tinchmisiz? Nimaga? Zerikmasdan. Kelinglar, zo'r joy ekan, lekin To'raqo'rg'onda ekan shu zoopark. Bitta akam borlar, ismlarini aytmayman, xafa bo'lmasinlar. Hazil bo'lakni o'sha kishiga mos ot ekan mana. O'zlariga ham bir ko'rsataman. Kattaligini qalaylar buni. Ajoyib. Davom etamiz, kuzatib boring. Go'zal Vasilisa bor ekan. Vasilisa desam noto'g'ri tushunmaylar. Shunaqa nom qo'yib qo'yishibdi-da shu hayvonga. Qo'ylarni dodasi mana. Zot olsa bo'ladigan ajoyib parrandalar ham bor ekan, okalar. Tuyalar ham bor ekan, tuyalar. Bu nimaga xiralashib qoldi mana? Tuyalar. Ajoyib hayvon. Cho'lda oylab suv ichmasdan yuradi deydi bu hayvonlar mana. Mana bunaqa ichki hayvon bo'lsa bo'ladi-yu, lekin hayotda ichki bo'lmaylar okalar. Hayotda ichki bo'lsalar yomon bo'ladi lekin. Kaz yo'llaydi-ku. Mana bular hayvonlar mana, hayvon ichkilar. Chiroyliligini qaranglar bular. Okalar. Mana nos chekib olgan shekilli, qaranglar. Astagfirulloh, bular nos chekmaydi, bular normal hayvonlar. Qo'ylari lekin yomon boqishibdi lekin. Semiribdi lekin. Kallasi o'tdi kallasi-da. Xullas do'stlar, ajoyib bog' ekan. Kelishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Kichkinaligini qarang. Mana buni ajoyibligini qarang. Kichkina. Hamma narsani ham bolashini shirin desam, bular o'zi katta ekan. Zot shunaqa kichkina ekanda. Bular xasha yeyishini qaranglar. Bormi sizu? Bitta tuxumdan bitta tortqib yeylik. Tuxum bormi tuxum? Tuxumdan beringlar bitta. Bunchalar chiroylisiz. Salonga boribdilar bu kishi yangi mana. Tuxumdan bitta bering, tuxumdan. Katta bo'lsa kerak o'zi ham. O'rdaylar. G'ozlar, o'rdaylar. Ko'rasa boqishni yaxshi ko'raman, u hidi yomon bo'ladi bular. G'oz. Uyda shu xo'roz, g'oz bo'lsa yaxshi. Xo'rozi yaxshiligi namozga uyg'otadi. G'ozi yaxshiligi hushyor bo'ladi. Begona bir narsa qimillasa baqiradi. Uyga begona kelsami, xullas shunaqa. Aqranalikka g'oz yaxshi, namozga uyg'otishga xo'roz yaxshi. Hormanglar akalar. Suv sovuq qolmadimi? Qora suvga ham bir boringlar, ha? Va'da qilinishimiz bor, maza qilib kelasizlar. Adashmasam, anu Tipratikonni qarindoshi o'q ko'tarib turibdi. Harbiy xizmatga borib kelgan, o'q ko'tarib turibdi. Ularni otsa kerak vallohu alam. Bular o'zi dam olyapti shekilli. Burgut. Maoshlarim ko'tarilsa, o'zim kelib seni sotib olib ozodlikka uchirib o'raman. Xudo xolasa. Zerikmay o'tiribdi. Burgut zerikibdi. Menda nima bor? Bu ham uxlayapti nimadir.
Kabutarlar. Okalar do'ppi yarashibdimi do'ppi? Noyob do'ppida Qozoqdan kelgan. O'sha tomonlardan kelgan. Xullas video yoqsa, kontentimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, like ustiga chiqib gumbillatib bosib yuboringlar. Biz sayohatda sizlar uchun davom etamiz. Videolarni olishda davom etamiz. O, mana tovuq ishqibozlariga tovuq bor ekan. Gollandski deydimi, papan tovuq deydimi bilmadim lekin. Lekin hayvonot bog'ini o'madi, uni chiroyliligini qarang. Hayvonot bog'ini yorib qo'yishibdi. Ozodalik. Hayvonot bog'ida nima qo'rqinchli desam, qo'rqinchli odamlar bor ekan mana ikkita. Ketdilar internetga mashhur blogerlar. O, mana oq tovuqlar, mana oq xo'roz, mokri asfalt xo'roz. Xo'roz. Konkret. Eyda nimaga? Bu tovuqmi, bu filmi bu? Oo. Xotinimga qaramadim, meni jahl qilyapti. Shu xo'roz jahl qilsa, shu ba'zilar shu jahl qilmaydi-da. Mana yapon tovuqlar ham bor ekan mana. Mana shuni bozorda 700 ming, 800 mingdan sotishadi mana shunaqa zo'rlarini. Yo'voyi tovuqlar. Ota esimdan chiqib qoldi. Polsha tovuqlari deb qo'ydi. Kabutarday ekan. Kattaligi. Ajoyib. Sharoit bo'lsa mana shunaqa mini hayvonot bog'i qilib qo'ysa bo'lar ekan uyga. Odamni asabi tinchlanib, rohatlanadi. Bu chiroyliligini qarang. Alloh yaratgan mavjudot, mahluqotlarni. Bularni nimaligini bilmadim, lekin yomon chiroyli ekan. Qushlarga tushunadiganlar yozib ketinglar nimaligini. Tovuslar. Kiyik. Ohu kiyik. Mana oq tovuslar ham bor ekan. To'raqo'rg'ondagi hayvonot bog'i. Ozodalikka, daraxt, priroda hammasiga lekin qoyil qoldim. Juda ham ajoyib qilib qo'yishibdi. Zoopark. Tilla baliqlar ham bor ekan. Xullas shunaqa gaplar.